Hammaga salom. Bugundan Turkiya burslariga topshirishni noldan boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz yangi email ochish bo'ladi. Sababi boshqa keladigan xabarlarga aralashib ketmasligi uchun. Ko'pchiligimiz email ochishni bilamiz. Bilmaganlar uchun foydali bo'ladi. Telefondan oson usulda email ochamiz. Demak, Google'ga kiramiz. Yuqoridagi rangli harf ustiga bosamiz, pastga tushamiz va bu yerdan boshqa hisob kiritishni bosamiz. Hisob yaratishni bosamiz. Shaxsiy foydalanishim uchunni bosamiz. Ism familiyalarimizni kiritamiz. Keyingisi tug'ilgan yilimizni kiritamiz. Men o'zgartirib yozdim. Jins tanlamasak ham bo'ladi. Keyingisi demak, ism familiyamizga mos emaillar chiqarib berdi. Agar bizga ma'qul kelmasa, uchinchisini bosamiz. Shaxsiy Gmail manzilini yaratishni bosamiz va o'zimizga kerak nomni yozamiz. Menga sinov uchun kerak. O'shaning uchun sinov uchun mailni ochamiz. Bu nom band ekan. Bu ham band, o'zgartiramiz. Bu nomimiz bo'sh ekan. Demak, parol qo'yamiz. Esda qolarli parol qo'yishimiz kerak. Son, belgi, katta harflar ishtirok etishi kerak. Keyingisini bosamiz. Parolimizni saqlab qo'yamiz. Keyingisi mana emailimiz ochildi. Rozimanni bosamiz. Demak, bu emailimiz keyingi Turkiya burslariga ro'yxatdan o'tish uchun kerak bo'ladi. Shu bilan yangi emailimiz ochildi.